Hozir siz bilan 3D dizaynerlar onlayn ishlashi mumkin bo'lgan platformalar haqida gaplashamiz. Birinchi, Upwork dunyodagi eng yirik freelance platforma. Siz freelancer sifatida ro'yxatdan o'tasiz. So'ngra o'zingizga mos loyihalarga taklif bildirasiz. Oddiy loyihalar $50 dan $300 katta loyihalar esa $500 dan $2000 Maslahatim, portfoliongizni Behance yoki PDF shaklida qo'shing, mijoz birinchi navbatda ishlaringizga qaraydi. Ikkinchi, Fiverr. Bu yerda siz o'zingizga xizmat paketlarini yaratasiz. Masalan, bir xona interyeri $40, 3D render $60, mebel modeli esa $25. Yana qo'shimcha xizmatlarni kiritishingiz ham mumkin. Siz e'lon joylaysiz, mijoz esa sizni o'zi topadi. Hech kim bilan raqobatlashmaysiz. Sifatli portfolio kifoya. Freelancer.com tender uslubidagi bozor. Bu platformada siz turli loyihalarga narx taklif qilasiz. Mijoz esa sizni tajriba va portfolioga qarab tanlaydi. O'rtacha to'lov $30 dan $250 oralig'ida bo'ladi. Bu albatta kichik loyihalar uchun. Maslahatim esa tajriba to'plash uchun kichik loyihalardan boshlang. Baholaringiz oshgach, yirik buyurtmalarni olish yanada osonlashadi.